So'nggi yillarda mahalla institutining jamiyat hayotidagi rolini mustahkamlash, tizimni bosqichma-bosqich rivojlantirish, uning moliyaviy imkoniyatlarini yanada kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, mahalla fuqarolar yig'ini raislarining vakolat muddati endilikda 5 yilga uzaytirildi. Navbatdagi lavhalar ketma-ketligi shu mavzuda. Nurafshon shahrida jami 22 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, har bir hududda saylovlar belgilangan tartib asosida tashkil etilmoqda. Xususan, shahar tarkibidagi yirik hududlardan biri Degantepa mahallasida ham saylov bo'lib o'tdi. Degantepa mahalla fuqarolar yig'inida jami 1299 nafar saylovchi mavjud bo'lib, biz ko'chalarda olib borgan targ'ibot ishlarimiz natijasida 212 nafar vakil tayinlab oldik. Ana shu 212 nafar vakildan hozir 168 nafari to'liq yig'ildi. Saylov jarayonlarini boshlash uchun kvorum yetarli bo'lganligi sababli jarayonlar boshlandi. Hozir ham ovoz berish jarayonlari davom etyapti. Mahalla raislarining o'rni mahalla hayotida beqiyos bo'lganligi uchun fuqarolarimiz shijoat bilan saylovga qatnashmoqda. Men ham shu mahalla fuqarosi sifatida o'z ovozimni ishonchli deb bilgan vakilimga berdim. O'ylaymanki, eng ma'qul nomzod yoqlab chiqadi. Degantepa mahallasida 505 ta xonadon mavjud bo'lib, 2134 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Saylov yoshidagi aholining umumiy soni 1299 nafarni tashkil etadi. Saylov ochiqlik va shaffoflik tamoyillari asosida o'tkazildi. Bunda fuqarolar faol bo'lishdi. Shu Degantepa mahalla fuqarolar yig'inida tug'ildim, o'sdim, shu mahallaga turmushga chiqib, mana bugun mahalla raislikka saylovida qatnashmoqdaman. O'zimga munosib nomzodga ovoz berdim. Juda ham shaffof tarzda o'tyapti. Mahalla raisi ijtimoiy masalalarni hal etuvchi, aholi ehtiyojini davlat idoralariga yetkazuvchi asosiy bo'g'in hisoblanadi. Degantepa mahallasida ham aholi o'z nomzodlari uchun ovoz berib, mahallaning ertangi taraqqiyotiga bevosita hissa qo'shdi.